Pulam yig'ildi. Endi niyat qilgan mashinamizni olamiz nasib. Bu kunlarni qancha kutdik? Gapirma. Assalomu alaykum. Opa keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, ogohlantirmay qo'ymabsiz-ey. Yaxshi keldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Jiyanlarim katta bo'lishyaptimi? Shukr, hamma yaxshi. Oldinga bir iltimos bilan keluvdim. Tishlaymi? Ortiqcha puling bo'lsa berib tura olasanmi? Jiyaningni kontraktini to'lash vaqti ketdi. Hozir to'lamasak bo'lmasganda. Qaraverasizmi? Aha, hozir opa. Qanchadan beri orzu qilib yuruvdingiz mashina olishni. To'plagan pullaringizni shundoq qilib berib olasizmi? To'g'risida, boshqa iloji topilib qolar. Bu yerda sharoitlarni ko'rib keldim. Ancha yaxshi ekan. Ukangizga ham, sizga ham shunisi ma'qul. Men ukam bolalar uyiga topshirmayman. O'zim katta qilaman. O'ylab ko'ring.